Bir yil universitetda o'qib dunyoning turli nuqtalariga yo'l olish mumkinligini bilarmidingiz? Renaissance universitet talabalari uchun Buyuk Britaniya, Turkiya, Xitoy va boshqa ko'plab davlatlarda xalqaro dasturlar hamda work and travel loyihalarida ishtirok etish imkoniyatlari mavjud. Eng muhimi, har o'quv yili davomida ushbu dasturlar doirasida universitet talabalari uchun grantlar taqdim etilmoqda. Bugun sizni ana shunday imkoniyatlardan biri bilan tanishtirmoqchimiz. Xitoy dunyoning eng tez rivojlanayotgan davlatlaridan biri bo'lgan Xitoyning nufuzli universitetlar tomonidan yozgi dasturlarga qabul boshlandi. Shanxay Jiangji universitet tomonidan tashkil etilayotgan yozgi lager dasturida ishtirokchilar zamonaviy texnologiyalar, innovatsion ishlab chiqarish, iqtisodiyot va kompyuter muhandisligi yo'nalishidagi ilg'or tajribalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, Shanxay Donghua universiteti tomonidan o'tkazilayotgan yozgi dasturda tanlovdan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar uchun grant ajratiladi. Grant quyidagilarni qamrab oladi: dastur to'lovi, yashash joyi, kuniga 3 mahal ovqatlanish, sug'urta xarajatlari, dastur doirasidagi boshqa xarajatlar. Renaissance universiteti bilan dunyo sari qadam tashlang. Ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermang.